Qizlarning aybi bor ekanmi? Qizlarning endi u aybga kirmaydi, tog'a. Ayb deganda haligi bor-ku, ani qiz rosa chiroyli bo'lsa, anu pishiriq qo'ydirdan xabari bo'lsa, meditsinadan xabari bo'lib bir kor qila olsa, ana bu endi aybda. Bu ayb. Ha, bu ayb, to'g'risimi? Kuyov yoshlar nechida? Kuyov yoshlari endi sizga aytsam, hali ancha yoshlar. Endi 25 ga kirib turadi. Yosh turg'ur o'tirib qolibdilar-ku. Yo'q-a? Ha. U qizingiz o'zi necha yoshdalar? Qizim 28 da. Juda qaysarda. Qarang, ha. O'zidan shu 10 yosh kichkinaga tegaman deb turibdi. Qarang, zamon o'zgardi ancha. Shu qizim juda men gapimga kirmaydi, qaysarda. Yo'q-a. Bu sizni gapingizga kirmasa, bu to'shni onasinikiga kiradi. Bir onasi bilan gaplashib ko'rish kerak o'zi asli. So'rash bor. Siz ko'rsa bo'larmiki? To'g'ri aytdingiz, ammo qiz borlarmi? Qizni bir ko'rsa bo'ladimi? Qaydalar? Qizimiz ammasinikga ketuvdi. Rasmi bor. Ko'rasizmi telefonda? Mayli, bir berinchi, bir ko'raylik-chi. Mana. Ko'ringchi. Mana uni bir ko'ringchi. Ana. Mehrixon bononing yoshligi-ku. Alloh. Bu ana. Onam bor. Yoshligi. Ona yo'lida yo'lasiga endi. Hozir evlanmaman. Nima bo'lyapti, otam? Bormi o'g'rim? Yo'q, belda bor. Belda o'g'ri bor. Ozgina bor. Bu belda o'g'rimni boshdan chiqaramiz-da, men qarab turing. Bormi o'g'rim? Ozgina bor, yana bor. Ozgina bormi? Bor. Bormi o'g'rim? Yolg'on gapirsam bo'ladimi? Gapiravering, yolg'on. Bori qoldi, hammasi yaxshi qoldi. Qara, bu bo'yda xo'rozib qoldi mana. Mana shu yolg'on gaplaringizga o'zi shuncha odam ishonib, uyimni eshigini taqillatib oladi o'zi, ishonavering. Mana. Kuyovga o'xshabdi. Bu bola bor-ku. Matematikadan ham shunaqa kuchli-da. Matematikadan shuni savol bersangiz, yo'rib yetib ketadi. Bitta savol bering, ko'rasiz. Hali kuyov bola 3 kora 3 nechi? 3 kora 33. Oldinlari 3 kora 3 9 bo'ladi. Hozir 33 bo'lyaptimi? Endi mana 2026-yil bor-ku, qara jadvali o'zgarib, 3 kora 3 9 bo'lmay, hozir 33 bo'lib qoldi.